kamida 20 ming dollar arzonligiga sotilyapti bu xonadonimiz. Ko'rasizlar, hech qanaqa. Assalomu alaykum, uysiz ekan aka-uka opa-singillarimiz. Sizlar uchun juda ham zo'r joyda joylashgan 6,5 soatlik uyimiz sotilyapti. Uyning ichini ketib birgalashib ko'rib chiqamiz. Azizlar, sizlarga aka xonadonimiz mana shu edi. Xonadonimizga bismillah deb kirdik. Qaranglar, xonadonda bir istarasi issiq xonadon ekanmi, juda ham chiroyli ekan, salqin, toza, shinam, ikki tarafida uylari bilan, bitta tarafida 3 ta, bitta tarafida 5 ta xonasi bor ekan. Plastik ichilar qo'yib qo'yilgan chiroyli qilib koridorlari bilan. Akalar, bu sizlar o'ylagan narxdan kamida 20 ming dollar arzonligiga sotilyapti bu xonadonimiz. Ko'rasizlar, hech qanaqa pul xarjlashni kerak yo'q bu uyimizga. O'rtada uyga kirmaymiz, ikkinchisiga kiramiz. Akalar, bu yerlar lokatsiyasiga e'tibor beramiz. Bu yerda suv, svet, gaz, bunaqa narsalardan umuman problema yo'q. Mahallalari to'lka asfalt, tosh ko'chalar yo'q bu yerlarda qolmagan o'zi. Shunda uylardan chiqishchilarga yo'parelarda magazin bor. Jicha 50 metr yurganlarda masjid bor. Yana jicha pastroq yurganlarda maktab ham bor. Juda ham zo'r joyda, hamma narsalari bor. Bu tarafdagi xonalarni olishimizga ruxsat bermadi. Ichida ayollar, bolalar bor ekan, shuning uchun olmadik. Ko'rishlar mumkin. Mana bu tarafda yozgi o'choqlarini ko'rishlar mumkin. Qozonlari bilan pastda tualet, hammom, o'tinxona. Shu yo'pardagi xolislar ikki etaj qilib dang'illatib o'zingizlar xohlagandaqa qilib uy sovg'asanglar ham bo'ladi. To'g'ri kirganimiz yana bu yerda ikkita xonasi bor. Birinchi xonasi mana o'tirib choy ichadigan, konditsionerlari bor, natijali patologlari bilan juda ham chiroyli, dekorativniy ramkalar qilingan, kameralar ham qo'yilgan ekan. Mana bunisi oshxonasi bo'lyapti, kuxniylari bor. Juda ham chiroyli, kengina o'tirib choy ichsa ham bo'laverar ekan. Akalar, adreslarimiz mana shu ko'rib turgan mashinalardan to'g'ri pastga tushganlarda Do'stlikdagi valyutachilarning oldidan chiqasizlar. Ko'chamizning nomi Habib Abdullayev ko'chasi, 86-xonadon. Uyda narxi keladigan bo'lsak 158 ming dollar deyishyapti. Kelib yana o'zingizlar gaplashasizlar. Uyning ro'parasida Umar degan magazin bor. Ma'lumotdan to'g'ri tushib ketsanglar, Ali Power restoraniga chiqsanglar bo'ladi.